hammaga ham dunyo yoqadi. Hamma ham boy bo'lishni xohlaydi, bu tabiiy insonning fitrati shunaqa. Lekin mana shu boylikni ertaga hisobi bor. Qiyomat qoyim bo'lganda Alloh taolo bu boyligini qayerdan olganimizni ham so'raydi va qayerga sarflaganimizni ham so'raydi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam qiyomat qoyim bo'lganda insonlar qabrdan turilganda 5 ta narsani so'ramasdan turib yoki 4 ta degan hadis ham bor. So'ralmasdan turib bir qadam ham yurishga ijozat bermaydi dedilar. Mana shunda so'raydiganlari ichida an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam. Ya'ni moldan so'rar ekan qiyomatda, tasavvur qiling, qabrdan turilishga Alloh taolo so'rayapti. Molni qayerdan topding va qayerga sarflading deb. Bu dunyo o'tkinchi ekan. Hech kim o'zi bilan topgan dunyosini olib ketmayotganini hammamiz ko'ryapmiz. Milliard pullari bo'lsa ham Alloh taolo tomonidan kelib qolsa, u o'limini to'xtatib qola olmayapti. O'zi bilan birga olib keta olmayapti. O'zimiz bilan birga olib ketadigan narsalar faqatgina savob amallar, yaxshiliklar, ezguliklar. Ana shuning uchun ertaga qiyomatda so'roq savol bo'linishligini bilganimizdan keyin mol-u dunyoda topishlikda juda ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bizning mazhab boshimiz yaxshigina savdogar bo'lganliklarini tarixchilar aytadi. Bu zot yaxshi savdogar bo'lganlar. Bishir ismlik bir savdodagi sheriklari bo'lgan. O'sha Bishir savdo qilish masalasida Misrga qarab yo'l oladi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi unga bir qancha ipak matolarni berib, o'shini borib sheriklikka sotib kelishligini iltimos qiladilar. Ammo ba'zi matolarning bir qismlarida ayblik bo'ladi, kamchiligi bo'ladi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi u matolarni berayotib, mana bu joyda kamchiliklari bor, sotayotganingizda shuni aytib soting deb beradi. Qaytib kelganlardan keyin savdo haqida so'raganlarda savdo juda qizg'in bo'lganligini, yaxshigina foyda bo'lganligini aytib, Imom Azam rahmatullohi alayhiga maqtanadilar. Shunda Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, "Men sizga bergan matolar ichida aybi, kamchiligi borlari bor edi, shuni aytib sotdingizmi?" deganlarida, "Afsus, uzr, savdo bilan qiziqib ketib shu esimdan chiqib qolibdi. Shundayligicha sotib yuboribman" dedilar. Shunda Imom Azam rahmatullohi alayhi foydasini ehson qilib tarqatib yuborgan ekanlar. Chunki endi shubha aralashib qoldi. Ana bu haqiqiy savdogar. Ana shunday tojir bo'lsak, azizlar, inshaalloh qiyomat qoyim bo'lganda yuqoridagi aytilingan maqomga yarasha, ya'ni Allohning arshini soyasidan joy oladigan siddiqlar bilan birga bo'ladiganlardan bo'lamiz.